Osteopatiya hammaga kerak. Birinchidan bel og'riq bo'lsa, misol uchun yoki bo'yinda og'riq bo'lsa, artroz, artrit, gryija bo'lsa, shu holatlarda osteopatiya kerak bo'ladi. Osteopatiyada bo'y o'stirish haqida ko'p savollar keladi menga. Birinchidan, men shaxsiy fikrim prямой ta'sir qila olmaydi. Lekin organizmda, именно umurtqa pog'onasida vaqti bilan sal o'tirib qolish mumkin. Disklari sal o'tirib qolish mumkin. Osteopatik muolajalar bilan 1-2, maksimum 3 santimetr qo'shilsa bo'ladi. Tana shakliga ta'sir qilishimiz mumkin osteopatlar. Misol uchun, agar oldingi положение tazi bo'lsa, qorin juda katta ko'rinadi. Shu holatni o'zgartirishimizdan keyin, to'g'ri holatga keltirganimizdan keyin qorin tez bo'lib qoladi. Shu holatda именно tana shakliga ta'sir qilishimiz mumkin.